Rahmat. Yomon o'ynamading. Men haqiqiy muallifman dedim, lekin ishonmading. Boshqa tomondan qarab ko'r, hisob teng bo'ldi. Sen ham uzoq vaqt janchang bo'lib yurding, aldovga aldov. Meni kechir. Nima? Sevimli yozuvching aslida sevgan yigiting bo'lib chiqsa qanday bo'ladi? Oddiy odam bunday holatda sen kabi bo'lmaydi. Kim dedi sen mening yigit do'stim deb? Sen menga izhor qilgansan. Men ham senga izhor qilganman. Demak, biz munosabatni tasdiqlay olmaymizmi? Yo'q. Mayli. Endi rasmiy ravishda izhor qilaman. Hayxin. Mening qiz do'stim bo'lasanmi? Yo'q. Savol bersam bo'ladimi? Eng jun talaba. Musobaqa paytida mast bo'lish. Bu oddiygina tasodif edi-ku. Nega uni ataylab qildim deb yozgansiz? Romandagi syujetni haqiqiy deb o'ylamang. Ilhom sizdan olingan. Lekin bu qahramon aynan siz degani emas. Nima bo'ldi? Siz Moyan jun ekaningizni bilganimdan beri syujetni xolis baholay olmayapman. Unda nima qilamiz? Jismoniy masofa. Dan uzoqroq bo'laman. Yolg'iz o'zim tinchgina o'qiyman. Xavotir olma, tez orada uchrashuvga chiqasan. Qanday qilib ertalab kompus kartasi Hayxiga tushib qoldi? Ularning munosabati oddiy emas. O'tgan safar kiyinish xonasida allaqachon shubhalangandim. Hozirgina Hayxining kirganini ko'rdim. Lekin jiyanchim bilan to'qnash keldi. Avval klubda ham shunday bo'lgan edi. Dunyoda bunday tasodif bo'lmaydi. To'g'risi, albatta nimadir bor. Bu bilan jiyanchim 100% yashirin munosabatda. Oldin noyabrdagi voqeaga ishonmagandim. Bu safar aniq dalil topaman. Uni qattiq sharmanda qilaman. Majburlab ishontiraman. Yan, Hayxi opa Qiyandiga kelibdi. Albatta, jiyanchim bilan uchrashgani kelgan. Demak, shunday ekan. Demak, sen jiyanchin ekansan. Qo'y talaba, bu yerda nima qilyapsan? Maktab rahbarlari Direktor yig'ilishida. bilan gaplashmoqchiman. Shikoyat qilmoqchiman. Direktor, men shikoyat qilmoqchiman. Hayxi, nega bu yerdasan? Hayxi, nega bu yerdasan? Menimcha, Xiyayan yana aytmoqchi bo'lgan gap. Men hozirgina tan olgan narsaning o'zi. Bu u. Endi nima qilasan? Aslida jiyanchin 2 kundan keyin chet eldan qaytgach, uni olib kelib birga tan olmoqchi edim. Lekin hozir kech bo'lib qolganga o'xshaydi. Aslida buncha murakkab emas. Faqat oilamga yo'q deb aytsam bo'ldi. Xato. Ertaga direktor bilan gaplashaman. Jiyanchining darslarga kelmasligi haqiqatan ham qoidabuzarlik. Maktab qoidalariga ko'ra barcha fanlarni qayta o'qish kerak. Men soxta shaxs bilan musobaqada qatnashganman.
haqida yozma tushuntirish berdim. Barcha mukofotlar, sovrinlar va unvonlarni qaytaraman. Direktor, har qanday jazoni qabul qilaman. Nega o'zingni kattalardek ko'rsatyapsan? Bugun bu ikki o'pa-ukani haydash kerak. Aks holda bu videoni internetga joylayman. Bugun ularni albatta haydash kerak. Aks holda videoni internetga joylayman. Qiyayanyan, agar videoni internetga joylasang, fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlarini buzish jinoyati bo'ladi. Meni haydashlaridan oldin seni birinchi olib ketishadi. Qolaversa, meni haydashmaydi. Shiyixyon seni qo'llab-quvvatlaydi deya yanyan deb olyapsanmi? deb o'ylayapsizmi? Buni Shi bilan aloqasi yo'q. Va yana bir narsani tushunib ol. Hayki, qingda talabasi emas, uni haydashga haqqim yo'q. Yanyan, qilgan ishlarim uchun javob beraman. Lekin sen ham qilgan ishlaring uchun javob berishing kerak emasmi? Hozirroq javob ber. Nima qildim? Bu odamni taniysanmi? Tanimayman. Lekin u seni taniydiganga o'xshaydi. To'g'ri, u menga pul bergan. Meni mehmonxonaga yuborgan. Bu qizga saboq berishni buyurgan. Yolg'on gapiryapsan, seni tanimayman. Hoy qizaloq, qanday qilib meni inkor qilyapsan? Pul o'tkazmalarini yozuvi Jim hali ham bo'l. telefonimda bor. Odam yo'llab, zarar yetkazib, yashirin suratga olish. Sening jazoing menikidan ancha og'ir bo'ladi.